Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana bugun yer osti suvlaridan foydalanayotgan artezanimiz qurish metriga bo'lgan artezanimizni ko'rib chiqamiz. Qancha xaraj ketgan, necha metr shilinka ketgan. Miyasi g'av cho'chqa olingan, bu yerga kelayotgan volt ko'rsatib turadi tokni. O'n 2024-yil yoz oyida taxminiy 9,5 million so'mga qurib ketilgan, ya'ni 43 metr masofaga bo'roy bilan tish urilgan. Shlang nasos kabeli. Nasosdan chiqqan shlang. Arkadaşlar o'z xonamizga bor. Ochgan paytim shu ariqdan boradi. Tagida adashmasam ochilmayapti, bir qo'ldan sanjagan bo'ladi. Taxminan 160likmi, 200lik katta shlang bor. Aynan. Bo'roy trubasi urilgandan keyin shu joyiga so'rilib tiqilgan. Pastida bir где-то 5-6 metr joyi bunda teshib chiqilgan. 160lik truba, polietilen truba. Polietilen mashinaga polietilen tashilgan bergan 160lik. Nasosimizdan kelayotgan tokka olingan. Taxminan shu paytda 2024-yil yoz oyida 3 million so'mga ustalar xarajlashi mumkin. Nasos, shlang, truba, polietilen truba, kabel, miyalar yuz bilan kamlik keladi asosda. Yo tortilgan kabel mana shuni ketgan narxi uyda. Cho'chishga qarab mayda 40 metr, 50 metr kabel ketgan u tomonga qarab. Yerga pastga yana 43 metr takka ketgan bo'lsa, suvdan 3 metr ko'tarilgan, takdan 40 metr balandlikda. 40 metr chuqurlikda turibdi nasos, 3 metr balandlikda pastda. Shlang tugash joyida. Bu yoqda 6 metr bo'lsa, 46 metr shlang tomoniga. Jami shu paytda 9,5 million so'm xaraj bo'lgan. Hammasi iqir-chiqir mayda-chuydasi. 2024-yil yoz oyida. Hozir 2026-yil sana 3-iyul. E'tiboringiz uchun rahmat. Like tugmani bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling. Bizlar yozdan ko'tarildi. Mana artezanni pastga ketgan nasosga bu yergacha qancha masofa bo'lsa, 46 metr bo'lsa, shuning uchigacha. Shuncha masofaga arqon tashlangan nitron polietilen mahsuloti bilan barmoqdek keladigan qalinlikda. Endi uni ocha olmadim. Shuning uchun shu holatda yopiq turibdi. Avtoburmasigacha har xil hashar kemiruvchilar tushib ketmasin, xalaq bermaslik uchun-da asosan shu ustiga o'ralgan. Qayerga bu yoqqa sindirmaslik uchun tortgan payti mana shu qoziqqa baylab tashalgan arqon. Nasos ko'tarib turibdi. Tubidan 3 metr balandlikda. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling.